Hammaga assalomu alaykum. Scanmatic'ga kompyuter orqali, ya'ni Bluetooth orqali kompyuterdan EBUga ulanish ko'rsataman. Hop, ko'pchilikda bo'ladigan xatolar Bluetooth o'ziga kirishadi. Scanmatic'ga o'zidan ulanib turib, mana bu yerda priyaska qilib olib, parol so'rayapti, parol nechi degan savollar keladi. Bu narsa bunaqa bo'lmaydi, Bluetooth o'zidan qilinmaydi. Buning uchun Scanmatic ochiladi programmasi. Mana bu yerda nastroyka degan joyga kiramiz. Mana bu USB ni wirelessga olamiz. Mana bu yerda mana poisk привязка adapteri degan joyni bosamiz. Mana Bluetoothmi Wi-Fi mi deyapti. Bluetooth tanlaymiz. Bo'ldi, poisk ketdi. Mana shu yerda Bluetooth orqali ulanish kerak. Bu Bluetooth orqali ulanayotgan vaqtida telefoningizdan agar ulangan bo'lsangiz, Bluetoothni o'chirib qo'yishingiz kerak. Agar o'chirmasangiz, bu qidirib topa olmaydi yoki topsa ham ulana olmaydi. Mana topdi. OK deymiz. Tanlanganini. Bo'ldi, mana uspешно привязан deyapti. Bo'ldi. Endi OK deb chiqib ketamiz. Mana Ravonga kiramiz. Mana bemalol Bluetooth orqali mana bu yerda Bluetooth nimasi chiqadi. Znachoga Bluetooth orqali ulandi. Video foydali bo'ldi deb o'ylayman. Bu ko'pchilik yangi o'rganayotganlar yoki bunga ish tushmaganlarga shu narsa kerak bo'lyapti. O'shalarga jo'natib qo'yamiz, mabodo qiynalib yurishmasin. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Avtoprogramni kuzatishda davom etinglar.